Hozir ayollar yuziga misol uchun ajin tushgan bo'lsa, ko'proq torttirish uchun kosmetologga boryapti. Misol uchun kosmetologga borgandan keyin yarim yildan keyin yuzida shramlar tusha boshladi. Bir nechtasini ko'rdim. O'zi misol uchun yuzini torttirish qanchalik to'g'ri, yo bo'lmasam o'zi bu nima deydi, zararlimi, zararsizmi insonning o'zi organizmiga qanaqa o'zi misol uchun yuzini torttirish? Kosmetologlar faoliyati haqida gapiradigan bo'lsak, men oxirgi 2-3 ta chiqishlarimda kosmetologlar haqida, ularning asoratlari haqida gapirgandim. Menga ba'zi kosmetologlar kommentariy yozishdi. Kosmetologlar ichida yaxshi kosmetologlar ham bor. Lekin ular o'zini qiladigan vazifasini yaxshi bilish kerak. Yuzga o'sha mezoterapiya, botulinoterapiya, boshqa massaj, maska va hokazo qilish mumkin, lekin yuzni tortish operatsiyasi, yuzda qanaqadir xirurgik muolaja qilish, bu faqatgina xirurglarning ishi. Kosmetologlar bu ish bilan shug'ullanish kerak emas. Hattoki 10 yil, 15 yil faoliyat yuritayotgan shifokorlar uchun ham yuzni tortish juda murakkab muolaja hisoblanadi. Ming afsuski, yuzni tortishi kosmetologda tuyatib yoki blefaroplastikani kosmetologda tuyatib. Bu umuman noto'g'ri narsa. Hech qayerda o'qimasdan turib, uning anatomiyasini bilmasdan turib, boshqasini bilmasdan turib, shunda kesib tortib qo'yaman deb ko'rib, boshqa qilyapti. Ming afsus asoratga olib kelyapti. Lekin mana o'sha oxirgi chiqishimda kosmetolog savol beribdi, yaxshi kosmetologlar ham bor deb. To'g'ri, yaxshi kosmetologlar haqida gap ketmayapti bu yerda. Mana oxirgi men qo'ygan postimda o'sha ayol kishi ukol qilgan yuziga mezoterapiya qilaman deb ukol qilgan, lekin na samom деле mezoterapiya bo'lmagan. Bu yerda filler bo'lgan.